Bu g'uvillash o'chib qolmaydi. Pachevnik g'uvillab ketsa, iloji boricha tezroq borib almashtirish kerak. Nexus 3 boshqasini olib qolganmiz. Bunga qilayotgan ishlar. Pachevnik almashyapti. Oldin spetsia pachevnik, rechak sanli blok, rechak podushkalarni yorilib ketganini ko'rasan. Keyin bir ma'lumot uchun bir gap aytaman. Pachevnik g'uvillab ketsa, iloji boricha tezroq borib almashtirish kerak. Bu g'uvillash o'chib qolmaydi. Vaqt o'tgan sari qizaveradi, o'sha qizib ketaveradi, keyin oxiri yopishadi. Ustiga ham qiyin, o'zingizga ham, mashina egalariga ham, rasxodga ham qiyin bo'lib ketadi. Rasxodinglar katta bo'lib ketadi. Xudo xolsa bularni bo'lmaydi. Sanli blok podushkalarni qoqib, mashinlarni boshqa qo'ysin. Stabilizatorni tegalarni ham birato'lasi almashtirib olganmiz. Bitta kelganida hal bo'lib ketadi hammasi. Kimga shunaqa foydali xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Sardor Avtoga menga murojaat qilasiz. Telefon nomerim profilimda bor.